Avvalamboshiga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, teatr san'atining ashaddiy muxlislari. Bugun O'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi hamda O'zbek davlat drama teatri yillar davomida mana shu teatr san'ati, kino san'ati, umuman ijod san'atida o'z iqtidorlarini namoyon bo'layotgan yosh iqtidor egalari, qolaversa ustoz san'atkorlarning ham vaqt-vaqtlarida ijodiy kechalarini tashkillashtirishadi. Bugun mana shu teatrimizning yosh iqtidorli ijodkorlaridan biri Samiddin Lutfullayevning ijodiy kechasi rejalashtirilgan. Bu kecha davomida spektaklarimizda teatrimizdagi repertuardan joy olgan turli spektakllarda ishtirok etgan joylardan lavhalar tomosha qilasizlar. Endi ijodkor sevimli ijodkor bo'ladi, u nafaqat sahnada, balki televideniyada, qolaversa kino san'atlarida ham o'z ijod namunalarini xalqimizga namoyon etgan ijodkorlardan biri. Va kecha davomida ularning turli ijodlar namunalaridan bahramand bo'lasiz. Shuning uchun ijozat berasizlar, ozgina Samiddin Lutfullayev kim? Qanday ijodkor? Qanday aktyor? Uni kechamiz davomida o'zingizlar ko'rasizlar. Bu yigitimiz o'zi 1985-yil avgust oyida O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatida tavallud topgan. 2003-yil Toshkent shahriga kelib, Toshkent davlat san'at oliygohini dramatik teatr va kino aktyorligi bo'limiga o'qishga kirgan. 2007-yil muvaffaqiyat bilan bitirib, mana shu dargohda poytaxtimizning eng qadimiy va muqaddas dargohlaridan biri mana shu O'zbek teatr, O'zbek davlat drama teatrida o'z ijodini boshlagan. Shunday ekan, ko'p gapirmaydi, ijodiy kechani chiroyli qarsakiylar bilan ochib deb e'lon qilsa. Va ijodiy kechani birinchi nomerini e'tiboringizga havola etaman. Men o'ylaymanki, yoshlar bu nomer sizlarga manzur bo'ladi. Marhamat.
Davomiy qarsiylar yigitlar sizlar uchun raqsga tushishdi. Mana shu yigitimiz kechamizning qahramoni Samiddin Lutfullayev bo'ladi. Menimcha qarsaklar yetishmayaptilar. Assalomu alaykum. Mana shu Koshonda ko'rishib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Endi ko'plar, chidalar, taniganlar bor, taniganlar bor. Bugun yaxshi tanishib olamiz degan umiddamiz. San'atga qadam rajida qilganimiz mana 10 yildan oshgan bo'lsa, ozmi ko'pmi teatrda qilgan ishlarimiz, ozmi ko'pmi kinoda qilgan ishlarimiz bor. O'ylaymanki, mana shulardan qisqacha bir shingil degan joylar sizlarga taqdim qilamiz. O'ylaymizki, qilgan tomoshamiz, bugungi shouimiz sizlarga mazmun keladi degan umiddamiz. Yoqimli tomosha. Hozir raqs bilan boshladik, hali teatr san'ati spektakllarga ham yetib kelamiz. Filmlar haqida gaplashamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Parizod kinofilmida bosh qahramon rolini Samiddin Lutfullayev ijro etganlar. Mana shu kinoning rejissyori Ayub Shahobiddinov mana shu teatrga aynan sizlar o'tirgan joylardan biriga kelib, teatrimizda ajoyib bir spektakl bor. Ko'kka uchgan orzular deb nomlanadi, jahon klassikasi. Mana shu spektaklda Samiddinni ko'rib olib, menimcha o'zini kinosidagi qahramon obrazini ko'rgan bo'lsa kerak, bosh rolga taklif qilgan. Albatta bu filmni hozir ekranda ham davom etamiz, ko'rishadi ozgina bir joyda. Bu film xalqaro festivallarda ham sovrinli o'rin olgan. Rossiyada Anaba shahrida, qolaversa Amerikada, O'zbekistonda, Xitoyda O'zbekiston kunlari o'tkazilganda u yerda ham namoyish etilgan. O'ziga yarasha chet elda ham muxlislar bor filmni. Film haqida ko'p gapirmaymiz, ozgina lavha ko'rsatib qolamiz. Kelishdikmi? To'g'ri aytasiz. Ko'p eshitgandan ko'ra bu marta ko'rgan yaxshi. Shuning uchun Parizod filmidan kichkinagina lavhani tomosha qilishga sizlarni taklif qilaman. Agar xodimlarimiz tayyor bo'lsanglar, marhamat, chiroqlarni o'chirishinglar mumkin. Sahnadagi ekranga barchalarni e'tiboringlarni qaratamiz. Marhamat. Navbatda esa teatrimizning repertuaridan joy olgan jahon klassikasi Aleksandr Sergeyevich Pushkinning Yevgeniy Onegin she'riy romani asosida parcha. Yevgeniy Onegin rolida Samiddin Lutfullayev. Marhamat. Samimiyatingiz haqqini to'layman. Tavbam, yurak sirim qabul qilingiz. O'zimni topshirdim.
Nedir hukmingiz? Agar men hayotni faqat uy ichi, oila deb qilsam mulohaza, qachonki bo'lish, ota bo'lish orzusi tug'ilsa, o'shanda sizdan boshqa qalbni tanlamasdan bo'ladi. Xotin bo'lishlik azobdir bizga, ha? Men sizni qancha kuchla sevmayin. Sevdimmi? Sevgim tez so'nadi. Dunyoda bundan yomonroq yana nima bor? Mana shunday oilada. Unda noiloj bir xotin, noloyiq erdan yig'lab zor, kunduz ham, oqshom ham o'tlar yolg'iz. Sho'rtumshuq ovog'i soliq, jahlidan tushmaydi. Rashk etar sovuq, ha? Men xuddi shunday. Yosh qizlar ko'p almashtirar uchun xayollaridan yengil fikrlarim. Hayot o'tgan umr ortga qaytib bo'lmas. Men sizni sevaman. Men sizni sevaman. Akadek xolos. Siz hali yana yangitdan sevasiz. 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 Azizlar, bu bor yo'g'i bir katta spektakldan kichikkina bir lavha edi. Albatta spektaklni boshidan oxirigacha tomosha qilish menimcha alohida bir maroq baxsh etadi. Shuning uchun har biringlarni alohida mana shu spektakllarni boshdan poyonigacha tomosha qilgani alohida mana shu teatrimiz ostonasiga har biringlarni taklif qilamiz. Bugun esa davom etayotganmiz. Ayni damda yana kinofilmga qaytamizda Samiddin Rusroyev ijrosidagi Matonat kinosidan bir kichik lavhani e'tiboringizga qabul etamiz. Marhamat, e'tiborlilar zangori ekranga. Texniklar tayyor bo'lsanglar, bemalol ekranlarni yoqishinglar mumkin.
qarsaklardan bo'lsa Bemalol sizga rahmat. Bemalol keyingi ko'rinishga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Endi azizlar, bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Teatr ijodkorlari serqirra ijodkor hisoblanishadi. Ular ham so'z ustasi, ham ijro ustasi, kinoda ham, televideniyada ham ishlashlari mumkin. Shuning uchun hozir sizlarning e'tiboringizga Samiddin o'zini ijodi, bizda tilda bagaj deyiladi, o'zlarining ijodlaridan sizlarga lavhalar shaxsan o'zlari jonli tariqada ijro etganlar. Zerikib qolyapsizlarmi? Zerikmanglar. Endi sizlarga hozir bir masal janri bor, adabiyotda yaxshi bilasizlar. Zerikmaslik uchun sizlarni ko'ngilga olish uchun bilan bir qisqacha ijod. Masal insonlarni salbiy jihatlarni hayvonlarga ijodkorlar ko'chiradi. Bilasizlar? Yaxshi bilasizlar. Demak tushundik. Tullak va gul masal. Tullak va gul masal. To'y berdi qiziqxon. Qarangli bexos, ayni tushmagan. To'y ko'zi paraq xo'roz ham. To'yda baroqdin tulkini tutib kelishdi. Firmaga xalloslar tutib kelishdi. O'zaro qildilar, so'ngra uni so'kdi. Birodar aziz, muhtaram zotlar, affeding, bekorga kirmangiz bor. Iltimos. To'g'ri, avvallar edim besubut, endi osinglar mayli qurton, biror paradiga yetkazsan ozod. Qoq. Avramay qo'yma. Qo'rqaydi xolos. Bizdan lahmalarga qiladi qiyos. Sen aytganlar biz emasmiz, bir egrazik. Jo'ra. Boshimni beshak, ko'klar bir quduqqa tashlabaqqa. Juda bo'p. Yaxshi-yu. Lekin ishtiga qasam. Qasam, ha? Suquldi ketgan ovozdan. Qasamni buzmasa endi vaqt. Ha do'stlar, shafqatlar lozim. Bu qadar bo'lmaydi. Fikrimga ko'rlashib. Qani aytingchi? Ayonning ovozi. Pishqirsa agar bari bo'ladi. Qiynasada vijdon buzilib qolsa, xolos to'rko'z oladan ovoz taklifiga chalishga chaqirdi. Tulkichi yer o'pib, rostani juftak. Bir adashib degan bir she'r bo'lardi. Shuni o'qib bersam, albatta hayajon qo'rqishmaslar hozir. Xuddi bir o'zimni xalqlar do'stligi saroyida konsert berayotgan bir hofizdek his qilyapman to'g'risi. Ancha qiyin ekan ularga. Bor yo'g'i 250 tomdan hayajon olgan. To'g'ri tushunasizlar. Konsertlar bilan qo'llabsizlar, hayajonim yo'qolib qoladi. Salomat bo'linglar. Bir adashdi. Adashsa bir tunda odam kapalakka o'xshaydi. Chiroq ko'rsa qaydir yon, otni shu yon qo'shardi. Miltiragan har bir chiroq kel deya yo'l to'sharkan. Adashsa bir tunda odam kapalakka o'xsharkan. Olislarda cho'l qo'yida ko'rindi bir chiroq. Ko'rindi-yu bilinmay yaqinmi yoki yiroq. Bu chiroq sohibiga mehmon kerakmi biroq? Olislarda cho'l qo'yida ko'rindi bir chiroq. Gurras-gurrasdan bosdim. Men musofir joydalar. Yo'lga tekis uchib borar jonivorim. Yo'l notekis yo'l yo'ydim. Bu zulmat bag'ridan obtob to'ydim. Gurras-gurrasdan bosdim. Men musofir joydalar. Yakka o'tirib bo'lsa. Men musofir joydalar. Eshik ochsam, bir qiz qo'rqib ovoz qildi. Yangalar. Yanga dedi. "Hoy qiz, nima gap?" Yanga chiqar. "To'g'riyman. Yanga men adashdim" deb aytaman. "Agar joy bersangiz, shu kechtirib sahar javob qaytaman." Akang ketgan. Bobo toqa qo'yiga. Joy beraman. Shumlik qilsang, tuzum solgan qo'yingga. Yanga joy beradi, qizni olib qo'ydiga. Tunchi. Menchi. O'tgan yanga Qurrat botar.
ko'zim ilinganda bo'ynimga qo'shilib, oh, shivirlayman. Jon haqida bo'lsa kim? Ul barmoq zedam, senga ketaman, jim, senga ketaman. Gurras qamchi bosdim. Ortimda yostiq surday. Ortdan qarg'ish eshitilar. Yubormay o'l, adashmay. Bir adashib, og'aynilar men shunday qilib uyjar. Endi yangi ko'rsa der. Yuribsanmi adashmay? Salomat bo'linglar. Adashmaslar, YouTube'larda qo'yasizlar. Endi davom etamiz. Sekin filmmi? Yana filmga qaytar ekanmiz. Yo'qmi tomosha? Chiroq olishga salomsiz. Salomat bo'ling. Qadamlar. Bizda ishtirokchilar lavhalarni e'tiboringizga havola etyapmiz. Bugun programmamiz juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishi uchun. Hozir esa saytimizda repertuarga joy olgan ajoyib bir ming yillik hangomalar degan komediya spektaklimiz bor. Bu spektakl O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning hajviy hikoyalari asosida saytimizda ibtidoiy rejissyorlardan Sayfiddin Miliyev tomonidan ijroga qilib sahnalashtirilgan. Mana shu spektakllarning bir kichikina lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Bu ham Samiddin Lutfullayevning ajoyib bir ijod namunalaridan biri hisoblanadi. Marhamat, tomosha qiling. Yog' olib ketib qoldi. Kartishkani olib ketib qoldi. O'radagi sabzini ham ko'lab olib ketib qoldi. Nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak? Voy, yana o'sha gapmi? O'sha gap? Chaqiring kuyovni. Kuyovxon! Voy kuyovxon! O'ling shandirani o'ling. Nima bunchasi qilasiz? Ha? Ishni bilib qiling. Ana shu xonadagi 4 yil bo'ldi ichki yo'q bo'lib ishganimga. 4 yildan beri o'tirsam, o'tirsam bo'ldi. Voy shuni aytdim, oyiz, to'yib ketdim. Javobni bering, ketaman. Javob. Hech bo'lmasa oilamizni alohida qilaylik. Shunaqa. Alohida oila bo'lgis kelib qoldimi, a? Menga qarang. Sizga o'xshagan yer topiladi. Ona! Topilmaydi. Voy, bunday videoyni qilmang. Yaxshi kayfiyatda. Tabassumgina meni ishga jo'nating. O'tiyo! Shamponga pilab qaling. Kechagina qo'lingizga bir dasta pulni shuni olib berib ketganman-ku, ha? Kechirasizlar, biz bo'laman. Bir dasta emas. Yarim dasta. Men bu 2 dasta berib kelaman. Kecha, qanaqa ersiz? Butun ro'zg'orni siz boshqarasizmi menimcha, ha? To'g'ri. Mana, Meni bo'ynimda. nega qarang? Qani, jilmaydi. Jilmaydi dedim. Yaxshi bor keling. Hali ishga kirib, sizlarni bir kuydirmasammi? 2 3 4. Oyimga bir ham bo'ladi. Ezilib ketgan. Voy oyzam Mana pul. Ya ne bo'ladi? O'lasiz. Yur. Uy, o'tirsin. Shamni tamiz ketdilar.
O'zim siz bilan bir odob darsini o'tib qo'ymasam bo'lmaydi. Voy kuyov xonimdan o'rgili. Voy erkakga o'xshab kuyov ekanini Oyi, ishtonga yurma bular. voy men bilan Yeni bo'lursa. o'chira vaziyat. Orqasi qayerda? Voy aqlmasan odam qasd. Mani sharmandaman chiqardingiz. Na to'g'ri ko'tarishlar, choy uzatishni bilasiz. Tushundingizmi? Ichiring. Voy yarashgan. Keling, qancha o'tirish qashqalar boshlaylik. O'tiring, qani. O'ylay choyxonada o'tirasiz. O'tirishdan oldin ibo hayo ozgina badani yumshatsin. Chapga bosarkan, Chapga bosib o'tiradi. Qani o'tiring. Qani endi choy uzating, bir choy uzating. Mana O'yla, choy uzatadimi? Otash qo'yib o'tirmang. Choy uzatishdan oldin hayajon. Qilasizmi basam? Endi tiring. To'g'ri ko'tarish mashqi o'tamiz. yo'q, o'yib turib. Qayerga tiqilib qarab qo'ydi? Ey, turing. Qish ko'tarib yuribsizmi? Shunday ko'taradimi tog'adan? Bilaman, men tosh ko'tarardim oldingacha. Shuna tog'adan. Yo'q, bismillah. Voy voy, ovoz olsam keldim. O'ng tarafda. O'ng tarafda. Ko'taring. Xon keldi o'xshaydi. Nima uchun qaynona rolini erkak aktyor o'ynayapti? Chunki ayrim qattiqqo'l qo'shnilar ichidagi ba'zi bir qaynonalarni faqat erkak aktyorlargina maromiga yetkazib ijro etishi mumkin. Shuning uchun biz shu yo'lni tanladik. Sizlarga bu tibbiyot shaxsni tanishtirsam, bu ajoyib alqomat inson mahallamizning ichki kuyovi Fazliddin Podshoxonov bo'ladilar. Kuyovidan yanchigan qaynona kuyovini har xil to'ylarga, lozmandalarga olib boradi. Nimadir bo'ldi-yu, bu ikkovining orasidan qora mushuk o'tib qoldi. Shundan beri bir-biri bilan teskari. Assalomu alaykum Fazliddin aka. Aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanidingizmi? Tanidim. Fazliddin aka. Yaxshi yuribsizmi? E'tibor bermang. Yo'q, yarashibdi. Siz muxbirsiz. Ha, muxbirman. Siz degangi demang. Yopishdi. Gapiring, nimaga yig'layapsiz? Eshitdingmi? Sizga yangi bir mavzu yozing. Mavzu g'oya. Shunaqa dedingiz? Ha, g'oya yozing. Mushtipar yigitning nolasi. Mening nola. Mushtipar yigitning nolasi. Yangi g'oya yozing. Zo'r mavzu. Yaxshi, xo'sh. Nima bo'ldi o'zi? Mana shu xonaga. 4 yil bo'ldi ichki yo'l bo'lib chiqadi. 4 yildan beri o'tirsa oldirsan, qarashimda oltirmadi. Yozing ham turasiz. Aytmoqda. Ha? Keyin Ularni to'g'ri nimalar qilman? nima qilasiz? Kir yuvaman, ovqat pishiraman, bolalarga o'zim kiyib tikaman. Qarang, kiydirib qo'ygan kiyimlarini. Yo'lga yarashibdi. Keyin nima bo'ladi? Birga kulib,
nima deydi? Shonamni shartta ko'tardimi? Oyimga qarab ketvardi. Uyga borsam oyim nima deydi? Nima deydi? Nega kelasan? Nega deydi? Nega deydi? Boshqa kelasan? O'zaro turib o'tirib beraylik. Erkak kishi yor bilan uydan chiqib ketdimi? O'sha yerda umsilar deydi. Yozaman. Qachon deydi, qachon umsilar deydi. Qarang, keyin bolam ko'tarib qayerdan ketdi? O'shandan beri qayerdan bo'ldi qizim? Bechor. To'lib ketdimi? Ezilib ketibsiz. Yordam beraman sizga. Yozing, beraman. Qarang, hozir darakchilarga yozing. Hammasiga yozamiz. Darakchilarga yozamiz. Ahaqanga yaxshi mavzu. Qarang, hozir ketdimi joyi? Meni ham eshitasizmi? Bu gazetaga bosib chiqarish uchun bir ikkita suratlaringiz kerak bo'ladi. Fotosessiya qilamiz. Tayyormisiz? Oling. Mana qanday? Qani? Boshladik. Ayollardan uzoq bezilgan kuyov shunaqa turadi. Rasmga tushadi deb o'ylayman, men keshikligida ko'rganman. Yaxshi. Intiling. Yaralangan. Yolg'izlik ovolasida. Nimaga? Kelishlarim bor. Voyizan. Nohaqlarga keldilar. Bugundizi nima yig'asiz? Nima? Video pasport rasmi cheti. Bu bolalar spektakldan albatta spektakl boshqa bo'lishini alohida qaraydi. Hozir esa ijozat bersanglar sizlar bilan insoniyat ayniqsa yoshlarning qalbida jo'shayotgan bahoriy kayfiyatga intiladigan nozik hislatlardan biri haqida ozgina mushohada qilmoqchiman. Bu tuyg'uning nomi sevgi, muhabbat. Muhabbat shunaqangi g'oyibona bir mamlakatdirki, u tomon har birimiz o'z muhabbat kemalarimizni suzib boramiz. Mana shu kemalarga shaxsan o'zimiz egalik qilib, hayot yo'llarimizni o'zimiz qurar ekanmiz. Ilohiyalar bilan dunyodagi jamiki juftliklarning muhabbat kemalari hech qachon bir-birlaridan ayro tushmagan holda o'z manzillariga sari suzib boramiz. Men bir narsaga hayron qolaman. Negadir bizning xalqimiz aynan bizning millatimiz. Negadir sevgi, muhabbat haqida faqat o'zining baxt va visol oqshomida, ya'ni to'yda so'zlaydi. Lekin men xohlardimki insonlar nafaqat baxt va visol oqshomida, balki hayoti, umr davomida o'z juftlar bilan sevgi, muhabbat orqali so'zlasa. Zero muhabbat qanday go'zal tuyg'u. Ayniqsa sevgi izhori. Ayza, hozir sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana oilalar, yoshlar ham, kattalar ham bor. Mana siz eslay olasizmi? Sizga kimdir oxirgi marta sevgi izhor qilgani? Nega kulasiz? Yoki siz kimgadir oxirgi marta sevgi izhor qilganingizni eslay olasizmi? Bu qanday jarangdor so'zlar? Men seni sevaman. Qarangki, har bir millatda o'ziga yarasha sevgi izhori bor. Mana misol uchun arablar bir-birlariga sevgi izhor qilganda ana ahabiki deydilar. Abxazlar esa sevgi haqida gapirganda "Sarabara bizga bizoy" deyishgan. İspan va italyan tilida "Io ti amo" yoki armanlar ular "Eske seven" deyishadi. Mana bizga xalq tatarlar, qarang. "Men seni yoratam" deydi. Qarang, qozoqcha ham shunday gapiradi, saqlab qolgan. "Men seni yaxshi ko'raman" yoki "Men seni suyayman". Agar qozoq tilida yanada erkaroq sevgi izhor qilinsa, "Men seni jim qo'yaman". Nemislar ilk yilidi, Xitoyliklar vo ayni. Qolaversa dunyoda hamma biladigan til. Ingliz tilida sevgi izhor qanday bo'ladi? Ayni. Hindlarni yaxshi ko'rasizlar. Ishoningni ko'rdinglar yo'qlar. Hindchasiga "Men tun sevgar" tarqatdi. Rus tili dunyoning eng go'zal tili. Fransuz tilida sevgi izhori
Je t'aime. Qolaversa sizlar turk seriallarini ko'p ko'rasizlar. Turkchasiga ben seni çok seviyorum. Men xohlarimki insonlar qaysi holatda bo'lmasin, qaysi tilda bo'lmasin, qaysi yoshda bo'lmasin, sevgidan gapiring, sevgidan. Gapirmang do'stlar har kungidan. Gapirmang eskidan, yangidan. Gar bo'lsa iloji ushbudan, sevgidan gapiring, sevgidan. Tushganda bir olam boshga ish, unganda qalbdagi toshga ish, uyatmas 19 yoshda ish. Sevgidan gapiring, sevgidan. 20 yoshdagi muhabbat, chekmasin 30dan adomat. Gar bo'lsa 40 yoshda qiyomat. Sevgidan gapiring, sevgidan. 50 yosh bag'ridan o'tgan shoh, 60 yosh bag'riga yetgan shoh, 70 ning etagin tutgan shoh. Sevgidan gapiring, sevgidan. 80da qirqilib qolsa qalb, 90da ochilmay qolsa lab, hech bo'lsa shunda ham pichirlar. Sevgidan gapiring, sevgidan. Yüz bilan kelganda izlashib, elchilar kelganda izlashib, shunda ham ularla tillashib, sevgidan gapiring, sevgidan. Paymona sharobin ichib ham, qaroyin qabrni quchib ham, ruh bo'lib osmonga ushib ham, sevgidan gapiring, sevgidan. Zero bejizga mehri, muhabbati, vafosi, sadoqati bor oilaga gap yurmaga deyishmagan dona haqimizda. Davom etarkanmiz, ayni damda sizlarning e'tiboringizga hozir zamonaviy yana bir raqsni havola etamiz. Marhamat, tomosha qilinglar.
Do'stlar, sizlar vitrajli lavhalar, raqslarni e'tiboringizga havola etamiz. Navbatda esa yana e'tiboringlarni Zangori ekranga qarasakda ijodiy kecha qahramoni Samiddin Lutfullayevning yana bir kinodagi ijodlarini namuna tomosha qilsak. Marhamat, Sotqin kinofilmidan lavha. Davom etamiz. Samiddin Lutfullayevning ijodiy kechasiga boshlangan navbatdagi galdagi sahna ko'rinishi bu teatrimizda repertuardan joy olgan. Dramaturg Rasululloh Muhammadjonovni Davlat bolalari piyesasi asosida rejissyor Bahodir Nurmaqsudov mana shu spektaklni ushbu sahnada sanalishgan. Hozir ushbu Davlat bolalari deb nomlangan spektaklning lavha e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Nima uchun Davlat bolalari deb nomlanishini hozir mana shu adabiy parcha jarayonida o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Marhamat, tomosha qilinglar. Yaxshilab qarang. Ko'zimga, quloqlarimga, burnimga qarang, balki ko'zga tanishgan Qadringni osma bola. Siz aslida Nasriddin shahar ko'p yurasiz. Ko'p insonlarni taniysiz. Balki ko'zingizga. Nima haqqi bor ota-onamni yomonlashga? Yaxshimi yomon ular meni ota-onam axir. Qadaringga la'nat. Oyi, aktyor, haqiqiy ota-o'g'il shahar. Akademik o'g'li ustimizda kulyaptimi? Yovuşa! Akademik iniya! Ha? Davom et. Bo'lmayaptimi? To'g'rilasan. Bu yerda ayollar bor. Mana meni ham ota-onamni birov mana shunaqa boloxonador qilib so'ksa-yu, o'sha so'kkan urib, o'jarni pichoqqa aylantirsam-da, o'z farzandlik burchini bajarsam. Lekin bu narsalarga qariyam armon kerak. Chunki ota-onamni kimligini o'zim ham bilmayman. Akademikka o'laman degan qiz. Mana o'sha akademik. Qani? Toshkentga kelgan. Otangizni tayini yo'qdir, lekin farzand onasiz dunyoga kelmaydi-ku. Sizni ham kimdir tuqqandir. To'g'ri. Meni ham kimdir tuqqan bo'lishi kerak. Lekin kim? Hech kim bilmaydi. Men ham onamni ba'zan shu qattiq sog'inamanki, siz buni hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Sizlarga boshimni qo'yib, ko'ksiga boshimni qo'yib nafas olgim keladi. Mayli. Men yoshligimda ota-onam ham o'ynab kulib qolaylik. Hali yoshmiz deyotgandirda. Mayli ular yoshlik paytida o'ynab kulib qolishsin. Men ularga ta'na ham dashnomon qilmayman. Meni otamman. Onam ham mana shularni. Davlat meni kiyintirdi. Davlat meni boqdi. Davlat meni o'qitdi. O'ylab davlat ish davlati bo'lib olganman. Hatto ismimni ham o'zim qo'yganman. Ko'pchilik hayron bo'ladi, shunaqa ham ism bo'ladimi? O'tir.
bolalar uyini tirmizaki degan. Hech kimda yo'q yagonasi. Shuncha paytdan beri meni aldab keldingiz. Ilojim qancha daxon. Mana siz ko'chada yurgan dayliklarni ko'rganmisiz? Sizga mehr bilan taqvimga ko'zga bir marta qaraganmisiz? Qaramagansiz. Aksincha qo'rqqansiz. Jirkangansiz undan. Daylikda yetib bolaga o'xshab gapirgan. Hamma ham rahim qilib uni oldiga yaqinlashtiravermaydi. To'g'ri, dunyo faqat yomon odamlardan iborat emas. Yaxshi odamlar ham bor. Ana o'shalar biz yetimlarni o'zlariga farzand qilib olib ketishadi. O'sha paytdagi xursandchiligimizni bir ko'rsangiz, birov bola olar ekan degan gapni eshitib qolguday bo'lsam, hammadan avval kiyinib, yasanib, taranib, shay bo'lib turib olardim. Ularga yo'q uchun nimalar qilmasdim, she'r aytardim, qo'shiq aytardim, raqsga tushardim. Lekin nimagadir men emas, boshqalarni olib ketishardi. Men aytgandek, bir marta olib ketmoqchi bo'lishgan. Bir er-xotin olib ketmoqchi bo'ldi. Bo'lajak odamlar hujjatlarni rasmiylashtirguncha, bo'lajak ayollar meni parkka aylantirib keladigan bo'ldilar. O'sha paytdagi meni xursandchiligimni bir ko'rsangiz edi. Xuddi egasini topib olgan kuchuk bolasidek bo'lajak ayollarning atrofida yurishlar chirmamandek. Lekin bu xursandchilikni men hisobga olmadim. Bolalar uyga qaytganimizdan so'ng bir chekkada er-xotin nimalarnidir shivirlashdi-da, Xayur mazmuni ham nasihat qilib sekin jo'nab borishdi. Men bo'lsam ularning ortidan nima bo'lganini ham tushunolmay hayron bo'lib qarab qoldim. Keyin surishtirib bilsam, meni bir qulog'im ikkinchisidan sal boshqacharoq ekan. Mana shu kamchiligimni deb mendan doim voz kechishar ekan. O'sha ko'cha-ko'yda yursam, erkak kishimi, ayol kishimi sekin bildirmasdan quloqlariga qarayman. Lekin hali ham meni qulog'imga o'xshaydigan insonlarni uchrataman. Meni otam ham, onam ham yo'q. Lekin sizlarniki bor-ku. Shukur mayli. Shukur. Dastmochalarni bemalol siqib turishinglar mumkin. Azizlar, bugun ijodiy kechamiz jarayonida teatrimizni mana shu iqtidorli aktyor Samiddin Lutfullayevni ijodiga bag'ishlangan turli lavhalarni e'tiboringizga havola etamiz. Ana endi ijozatinglar bilan mana shu tashkiliy masalada ko'maklashgan O'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi tomonidan sizlarni bu yerga taklif qilgan aynan boshdan mana shu ijodiy kechani sizlar uchun tashkil qilishga mas'ul bo'lgan ajoyib bir vakilni uni yana sahnaga taklif qilishga ijozat berasizlar. Va qarshingizlar bilan ijodiy kecha qahramoni Samiddin Lutfullayev va teatrning boshqa ijodkorlariga yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz teatr muxlislari. Bugun haqiqatdan bu teatr devori tabarruk sahnada ajoyib yosh iqtidorli san'atkor Samiddinjonning ijodidan bahramand bo'ldik. Bugun yana bir karra bu ajoyib san'atkorni iqtidorli, ko'p qirrali ekanligiga yana bir karra guvoh bo'ldik. Samiddinjon shu ko'p millionli san'at muxlislar nomidan, O'zbek teatr ijodiy chiqarish birlashmasi nomidan, shaxsan o'z nomimdan sizga salomatlik, uzoq umr, ijodingizga barkamollik tilayman.
Iloyim sahnada juda ko'p ajoyib obrazlarni yaratib, har doim tomoshabinlarni xushnud qilib yuring deyman. Iloyim tan joningiz sog' bo'lsin. Bugungi kechada ishtirok etgan barcha san'atkorlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sardorjon sizga, teatr rahbariyatiga, sizga Samadjon shu o'zbek teatri nomidan esdalik rams sifatida sovg'alarni taqdim qilaman. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sizga ham tashakkur. Ana endi so'z navbati ijozatinglar bilan mana shu Samarqandga teatrda bosh bo'lib ham ustozlik qilgan kerakli maslahatlarni bergan qolaversa, bugun mana shu sahnada ishtirok etgan xalqimiz ardog'idagi inson O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Hoshim aka Arsonovga so'z bersam qarshi beraman. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun mana shu O'zbek davlat drama teatri zalida sizlarni ko'rganimizdan bag'oyat xursandmiz. Mana bugun zalimizda aksariyat yoshlar o'tirishibdi va bugun sahnada aksariyat yoshlar aktyorlar va aktrisalar. Endi Samadjon haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p gapirish mumkin. Buni o'rnak bo'ladigan yoshlarimiz orasida o'rnak bo'ladigan o'ziga yarasha juda ham chiroyli hislar bor. Bunaqangi tirishqoq, bunaqangi o'z kasbini sevadigan aktyorlarimiz juda ham ko'p. Lekin Samadjonni men alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana sizlar ham yaqinda mana shu kollej, litseylarni bitirib, oliygohga kirganingizda aynan mana shu kasb tanlashda adashmanglar. Mana shu Samadjondagi bo'lsanglar, demak hayotda baribir o'z maqsadinglarga erishasizlar degan umiddaman. Samadjon, senga ijodiy barkamollik tilayman. Yurtimiz baxtiga, teatrimiz baxtiga, oilang baxtiga hamisha sog' salomat bo'l. Davlatimiz tomonidan beriladigan go'zal unvonlarga sazovor bo'lishini tilakdoshman. Rahmat, sog' bo'ling. O'zbek san'atini oldida, mana shu yurt oldida men jonimiz fido. Qani, hikoyachinglar. Mana xayrlashuv fursati yetdi. Ustozlar olamiga qildik sayohat. Nazriy tarafini yurakdan bitta uyg'ondi qalblarda yash kayfiyat. Ona O'zbekiston, g'azalqon diyor, bor bo'lsin muhabbat, baxtiyor hayot. Aslo tark etmasin sizlarni diydor. Xushbaxtlik tilaymiz. Yor bo'lsin omad. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'lasizlar. Teatrimizga, spektakllarga alohida harbiylarni taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.